Ko'rdilaring mana Ishtixon Tutun bozor darvozasi, Chakki bozor darvozasi. Xudo xolasa mana mashinani ko'rsataman sizlarga. Mana mashinada buzilib qolgan joyini o'shqatib, mana yangi kalitdan qo'yib, zavod qilayotgan qilib, silmaydigan qilib ketdi. Bilasizlar, hozir chiqayotgan Xitoy narsalari sinib qolyapti. Bu temirdan to'kirga olib borib yasaykan. Men xudo xolasa mana darvozadan kirgan joyda stenka mana pul beradigan joyi. Kirgan joyda mana shu kichkinagina bo'tga ko'rimsizroq joy ekan, lekin zo'r qilib narsalari bor ekan. Mana ko'rsatamiz hozir. Obzor qilamiz. Mana xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar. Hamma sharoit bor, kalit, balit. Mana shu butgacha agar kimgadir shu kalit bo'yicha, misol uchun misrovka nimalari bo'lsa ham, hamma narsa tish-pishlari Xitoydan narsa olib kelib, Xitoy narsalaridan, originallaridan olib kelib narsalar qilib berar ekan. Xudo xolasa mana ko'rib turiblar, o'zi bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Nima xizmat aka? Bir ko'rsangiz narsalaringizni, atak kalitlarni qanday qilib berish, qancha vaqtgacha garantiya? Mashinalarning kalitlari bor aka. Bizda shu imkoniyatlar bor. Kiyalarni hozirgi chiqqan kiyalarning kalitlarini ham qilsak bo'ladi. Endi o'zimizda mashinalar, ular Chevroletlar, Cobalt, Malibu Arlandolar abishli holati bor. Ular o'zimizda bemalol ular bo'lmaydi. Endi men shu darajaga iloji boricha harakat qilyapman. Extreme variant. Yana markalarni ham qilishga. Misol chet eldan kelib qolar bir fuqaro, ko'chada buzilib qolarman, yo bir qanaqadir texnikalar, o'shalarning ham kalitlari bor. Menda yo'q degan narsani, mana daftarimda yo'q unaqa narsa. Bu mana u denevnigim deydi o'zbekchasiga. Shu denevnigimda yo'q u. O'chirib tashlaganman. Bo'lmaydi, qila olmayman degan narsa yo'q. Men topaman. Topilmagan narsani izlayman, bo'lmasa olib kelaman. Harakat qilaman shu bo'yicha, izlanaman. Keyin kalitlardan tashqari qilmayotgan ishimiz, satroshlarni qaychilarini chaqlaymiz. Bu bir. Benzapela chaqlaymiz. Mesorobkalar tishlarini, sitkalarni chaqlaymiz. Ularning zapchaslarini olib kelamiz. Qassoblarimizga qassoblarni suyagini kesadigan, go'sht kesadigan arralar bo'ladi. Yaqin chiqqan stanokda. O'shalarni mana ko'rsatamiz. Mana arralarimiz ham bor mana. Har xil razmerida bor. Mesorobkalarning tishlarini turli tumanlaridan bor. 32, 12, 22. Yana markalarga mana bunaqa birloklarimiz bor. Kichkina mana bunaqa mashinalarda anaqalarga osib qo'ygan qulupchalarimiz ham bor. Odamlar boks berishadiganlar osib qo'yadi. Narsalar-ku. Bizda bunaqa qulupchalarimiz ham bor, mashinalar uchun, uylar uchun. Undan tashqari beliga osadigan remenlar bor mana, remen taqadiganlar. Remenga. Keyin mana bunaqa karabinchik deydi, buni ham kalitlarga oladigan. Turli tuman o'shanaqa narsalar. Keyin sartroshlarni mashinkalari bor mana. Yangi, umuman ishlatilmagan mashinkalar tishi. Bularni ham buni ham atdini sotilmaydi. Buni ham atdini olib sotamiz. Keyin boshqa mashinkalar tishlari ham bor. Hani yangi ishlatilmagan paketchada keladi. Bu Elko degan mashinkaniki, Elko. Tuk mashinka. Mana bu Clipperniki bu. Clipper degan mashinka. Clipper. U soch oladigan mashinkalarki, agar qanaqadir savollar tug'ilsa, shu sartroshlarni pinivar deydi, yo qaychi qanaqadir nimalar desa, topilmayotgan narsalarni topib beraman. Bemalol murojaat qilishi mumkin. Raqamimizni qoldiramiz o'sha raqamimizni qoldiramiz. O'sha qanaqadir luboy Xitoy texnikalari, qanaqadir boshqa narsalar, kimlargadir olib beryapmiz. Kunjin moy chiqaradigan, qanaqadir apparatlarni chaqlaydigan apparatlar olib beryapmiz. Agar qanaqa muammo nimadir bo'lsa, shu melichi, tesichi narsalar bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, charchamang. Tagiga raqamini yozib qo'yamiz. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Ishtixonda aloqaga chiqib, luboy narsani qilib beradi. Yaxshi, sifatli 1 yil, 5 yil, 6 yil umrbod ham deyapti. Xarajat qilaverib, hozir Xitoyda narsalar aka ko'p chiqib ketgan. Bittada sinib qoladi yoki-da sifatli mahsulotlar ko'p. Shuning uchun sizga kelsa, 5-6 xil variant bor. Cho'ntagiga qarab tanlatamiz. Originaldan qo'yib berasiz, bu umrbod ketadigan, Shunday. O'zing Rossiyadan olib kelganlarimiz ham bor. Hamma narsa bor. Bemalol murojaat qilish mumkin. Xudo xolasa mana shu kesalaring original narsalar qo'yib beradi. Raqam tagiga yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana ish jarayoni hozir o'sha aytgan zamokda o'rnatib beryapti. Xudo xolasa
bitgandan keyin ham qo'yib zavod qildirib ko'rsatamiz. Mani o'rnatib berdi. Men o'zimizniki mana bunaqa oddiy prostoy kalt edi. Xudo xohlasa mana kaltni mana bunaqa kaltdan qo'yib berdi. Yaxshi original kaltdan qo'yib berdi. Meniki zamoklarim o'zgardi. Hozir ko'rsataman mana tiqdik, mana ishlayapti, mana monitorlar yondi. Zavod qilamiz desak ham bittada. Zavod qilyapti. Xudo xohlasa 5-6 yilga umrbod ham ketadi deyapti. Mana sinab ko'ramiz. Mana yaxshi qilib cho'tka qilib berdi.